ishqonsiranglar. Aslida an'anaviy hayotda qilishimiz kerak, lekin to'g'rirog'i bu yerga kelib men ham eshitdim. Shukronalik maqsad yozishi. Nimaga inson shukronalik maqsad yozgan paytida bosh miyada va ichaklarda serotonin gormon ishlab chiqaradi. Serotonin bu baxt gormoni. Serotonin nima uchun muhimligini hozir keyingi etaplarda aytib o'taman. Serotonin ham ichak, ham bosh miyada ishlab chiqariladi. Bu baxt gormoni. Aynan serotonin yetishmagan insonlarda apatiya kasalligi, stress, depressiya bo'ladi. Yuqori darajada normada bo'lgan insonlarda tetiklik, ishonch, g'ayrat, salomatlik bo'ladi. Hozir mana onkologiya bilan og'rigan bemorlarda psixologlar ko'proq ishlayapti. Nimaga deb o'ylaysiz? Ana shu quvonch, baxt gormonini ishlab chiqarishni ta'minlab berishadi. Birinchi insonda maqsad uyg'otishadi-da yashashiga. Kasal insonni chunki maqsadi o'ladi-da, kasal inson ruhiyat tomonidan ham o'ladi. Nafaqat jismonan. Ana shunaqa paytda uni tiklaydigan narsa organizmni o'sha ongi, gormon. Ong ishlab, bu aslida bosh miya organ, ongingiz sizni boshqaradigan funksiya, hissiyotingiz. Buni normaga ishlab turadigan sistemasi kompyuterga o'xshagan gormonlar. Bu baxt gormoni. Keyingi slayd